Parvarishlash bir necha jihatdan bo'ladi. Jismoniy bo'ladi, ruhiy bo'ladi. Shu ruhiyning ichida axloqiysi bo'ladi. Aqliy tarbiya bo'ladi. Aqlni ham tarbiya qilish kerak. Qarorni ko'pincha qalb beradi. Aql ham ko'pincha qalbga xizmat qiladi. Qalb bir narsaga ishonadi, ishonishni istaydi. Nafs bir narsani xohlaydi. Mana buni aql ko'pincha oqlab berish mumkin, ta'minlab berish mumkin. Shuning uchun qalb tarbiyasi ham kerak bo'ladi. Bizda ko'pincha nima deyiladi? Tarbiyani ota-onasi bersin deydi. Har qanaqa ota-ona uyda ancha-muncha bolani davolashni biladi. Endi aytish mumkinmi? Bolasi kasal bo'lsa ham o'zi davolasin desa bo'ladimi? Yo'q, uni mutaxassis bo'lishi kerak. Mutaxassis bo'lsa samarali bo'ladi, oson bo'ladi. Yengil kasallikni ota-ona davolar. Og'ir kasalliklarni tabibga olib borish kerak, doktorga olib borish kerak. Uni ota-ona eplolmaydi uni. Shuning uchun maktabda axloqiy tarbiya bo'lishi kerakki, maktab yoshidan keyinda u kech qolib qolgan bo'ladi. Insonda ruhiy quvvat yetarli bo'lsa, keyin boshqaga u ta'sir o'tkaza oladi. O'zining ruhiy quvvati zaif odam boshqaga ta'sir o'tkaza olmaydi. Ruhning o'zining ozuqasi bor. O'zining tarbiyasi bor. Uning o'z maydoni bor, o'z dorisi bor.